Mana savolni eshitinglar bolalar. Qanday qilib 24 kun uxlamasdan yurish mumkin? Uxlamasdan. Ha? Qanday qilib 24 kun uxlamasdan yurish mumkin? Topa olamizmi? Yo'qmi? Voyagichi, masalan, 20 soatmi? 24 soat? Xo'sh. 24 soatdan masalan, sizlar 7 soatdagi uyqungiz to'g'rimi? Nima bo'ladi? 7-8 soat uxlaymiz, ya'ni bir kunlik rejamiz. Aha. 7-8 soat uxlaymiz, keyin buyog'iga uxlashimizki boshqa soatlardan qo'shib, keyin 24 ga bo'lamiz, keyin 24 ga. Yo'q, unday emas. Qanday qilib 24 kun uxlamasdan yurish mumkin? 24 kun uxlamasdan yura olasizmi siz? Ha? Yo'q. Qanday qilib 24 kun uxlamasdan yurish mumkin? Iloji bormi? 20 qanday qilib? Mana sizlarga savol, u kishi javobini biladi. Qanday qilib? O'ylashga arziydimi? Oson savol bu. Mantiqiy mana. Yaqinlashtiryapman. Mantiqiy savol. Qanday qilib? O, malades, kechasi uxlaydi. Ya'ni qanday qilib 24 kun deyapman. Tun demadimi? U kechasi uxlayveradi. Ha, kechasi uxlaydi, kunduzi uxlamaydi. Malades.